Farzandingiz tarbiyasiga ta'sir qiladigan eng kuchli 10 ta multfilm. Salom, sizlar bilan Shohin Said. Birinchisi Qirol Sher, jasorat va mas'uliyatni o'rgatadi. Ikkinchisi Kokoning siri, oilaga hurmatni, qadriyatlarni e'zozlashni o'rgatadi. Uchinchisi Bosh qotirma, his-tuyg'ularni o'rgatadi. To'rtinchisi Zveropolis, hayvonlar mamlakati, orzuga intilishni va adolatni talab qilishni o'rgatadi. Beshinchisi Yuqoriga, do'stlik va mehr-oqibatni o'rgatadi. Oltinchisi Moana, qo'rqmaslik va o'z yo'lida harakatni to'xtatmaslikni o'rgatadi. Yettinchisi Kung Fu Panda, o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi. Sakkizinchisi o'yinchoqlar tarixi, do'stlikni qadriga yetishni o'rgatadi. To'qqizinchisi Muzlagan yurak, mehr-oqibat va jasorat haqida. 10-si Wall-E, ekologiya va insoniylik haqida. Yuqorida sanab o'tilgan ushbu multfilmlarni farzandingiz 10 yoshga yetgunigacha ko'rib chiqishni maslahat beraman. Ushbu multfilmlarda farzandingiz jasorat, mas'uliyat, oilaga bo'lgan hurmat, chin do'stlik, har xil his-tuyg'ularni, qo'rqmaslikni va orzuga intilishni o'rganadi. Albatta farzandingiz bilan o'zingiz ham o'tirib tomosha qiling. Juda ham maza qilasiz. Foydam tegsin, ko'pchilik ko'rsin desangiz, like tugmasini bosishni esdan chiqarmang. Xayr.